va Dilrabo. Judayam ko'p ofislar egasi, brilliantli direktor va millioner xonimlardan biri hozirgi kunda. Taassurotlaringiz chiroyligim? Maydalangalik salomlar. Bizning taassurotlarimiz juda ham chiroyli. Dubay deganda hammani havasi kelgan o'zi doim, lekin ko'z bilan bir marta ko'rishga yetmas ekan. Shunaqa ekan, qattiq harakat qilinglar. Hali ham o'ylab o'tirganlar, tez o'rnidan turib, mana shunaqa joylarda, mana shunaqa chiroyli yaxtalarda dam olishinglar uchun ishlashinglar arziydi. Va bitta narsadan faxrlanaman. Men to'g'ri vaqtda, to'g'ri jamoani, kompaniyani tanlab va eng muhimi oilaviy erkinlikka erishish uchun harakat qilganim, dangasalik qilishtirganim bo'lgan. Hammanglarni keyingi safar safimizda bo'lishinglarni tilab qolaman va bugungi Dubay hayotimda o'zimni taassurotlarim ongimda eng unutilmas chiroyli kunlardan bittasi bo'lib qoladi deb o'ylayman va ustozimga katta rahmat deyman. Sababi ustozimiz mana shu yo'l yo'riqlarni ko'rsatdilarki, biz mana shu joydamiz. Va men bugun otam, onam va farzandimni oramizda eng baxtli inson bugun Dilrabo, chunki o'zlarining ota-onalari va farzandlariga shunaqa sayohatni sovg'a qila oldilar. Bu esa juda alhamdulillah.